Televizorlarga hamma joyda har oyi 10 so'm berish, ichgan suvimizni pulini to'lab qo'yishimiz kerak. Svet, gaz masalan eshingiz taqilib ketdi deb to'lanadi. to'lish bilan to'lanishmi? Menga qarang aka, hech qaysi biringlardan qarzim yo'q, suvdan bor 1 million nesh pul beraman. Shuni To'lanadi. 6 oyga qolib ketgan. Yopamiz uni yil oxiri kelyapti. Bu hammasi yopiladi. Yopmasa suv ochib tushib qolaman. Yo'q, sizlar suvni o'chira olmaysizlar hozir hech qanaqasi aka. Yo'q, sizlarning haqqinglar yo'q. Yashnobod tumani Muxtor Ashrafiy 42-xonadon. Qodirov Azam. Ichimlik suvida debitor qarzdorligi 9 million 541 ming bir so'mni tashkil qiladi. Oke 9 million. Oke, chuvamiz pul to'lashni. So'rabotga oyoqlantiradi. Mana oke, O'ttizinchi xonada ichimlik suvdan 7,5 million qarzdorliklar mavjud edi. Hozir mana Paynet butkasidan qarzdorliklarni to'lab amalga oshiryaptilar.